Jannat 4 toifa odamga mushtoq bo'lib turar ekan. Qachon kelar ekan shu bizning huzurimizga deb jannat mushtoq bo'lib turar ekan. Birinchisi taliyal Qur'on. Qur'onni tilovat qilib turadigan, Qur'oni Karimda o'qib turadigan, tadabbur, tafakkur qilib turadigan odamni, Qur'on o'quvchini mushtoq bo'lib kutib turar ekan. Ikkinchisi hafizul lisan. Tilini saqlaguvchi odamni, tilini yomon so'zlardan, fahsh so'zlardan, g'iybatdan, chaqimchilikdan va boshqa gunoh bo'lgan narsalardan tilini tiygan odamni jannat mushtoq bo'lib turar ekan. Uchinchisi mut'imul ji'an. Ochlarni to'ydirguvchi kishi. To'qlarni emas, och odamlarni, ovqati yo'q odamlarni, sharoiti qiyin odamlarni sharoitini yengillashtirib qornini to'yishiga sababchi bo'lsa, bunaqa toifa odamni, yetimparvar, kambag'alparvar insonni jannat mushtog'i bo'lib kutib turar ekan. Qachon kelib qoladi biz oldimizga deb. Yana bittasi esa as-soimina fi shahr Ramazon. Ramazon oyida roza tutuvchilarni, demak, Alloh taoloni jannati kutib turar ekan. Alloh taolo barchalarimizni jannat kutib turishini Alloh nasib etsin.